Uydagilarim meni 3 kunga qishloqqa buvimnikiga tashlab ketishdi. 3 kun nimalar qilganimni aytib bering. Birinchi qilgan ishim Ujis kinolardagi podvolga tushib kompot ikra olib chiqdim. Podvol mevazorga o'xshaydi. Ikra bilan kompot oshqozonga eksport qilindi. Buvim ham yildan yilga qarab qo'rqinchli bo'lib ketyaptilar. Keyin internet qidirib o'tirsam, buvim o'sha eski albomimni olib tanimaydigan odamlarimni tanishtirishni boshladilar. Keyin suv tashidim. Yo'lda ikki tushta xotinga meni kelin qilib uzatib yubordilar ham. Voy, qaranglar, qora saqich topib oldim. Buni mazasini bilgan biladi-de. Podvoldan paketam topib oldim. Bu nima? Xo'p, bu Tetris bilaman. To'ylarni kassetasi bu. Disklar, telefon. Buni ham bilmadim nimaligini. DVDni simi. Mana bu Dendi deylardi. Voy, shiribom, lavislar-ku. Mana bu temir yomon otardiga, lekin ikkinchi kun mehmonligim tugadi. Bilib qo'y, dunyoda ish tugashi mumkin, lekin buvingnikida ish tugamaydi. 3-chi kun sigir sog'dirdilar. Daraxtdan uzum uzib yedim. Keyin ulgurmayotgan uylarini tozalab berdim. Qo'limdagi timsini sizlarga ham tavsiya qilaman. Hidrasi zo'r tozalaydi. Parashoki bor, kapsulasi bor, chirklarni tozalash uchun vositasi, unitaz uchun vositasi bor. Suvi sovuni ham rasi zo'r. Bir pasta ketadigan kunim ham keldi. Doimgidek buvim nimalardir berib yormoqchilar. Ro'molchadagi pensiya pulini kam kostinga ishlatarsan dedilar. Soddagina buvim, ular uchun 20 ming so'mga hozir ham ko'p narsa beradi-de. Menimcha buvimnikida o'tgan kunlarim eng zo'r davrlarim bo'lsa kerak. Kene bitta mana izli videoga olaveradi. Uka cho'chi meni, mobilografni o'sha borib biznesimga kerak ekan, shunga oldim. Ustozni to'g'ri aytishni o'rganing, sababchi kerak emas degantinglar. Sizlar bilan gilamlarni yeyamiz bugun. Oyi, bu kim? Kelinmi? Yo'q, mobilograf. Ana qo'shni xotin ovqat qilganini videoga oldiradi-ku. Nimaga undan mobilograf bo'ladi, nimaga mendan bo'lmaydi? Quribni yo. Birnim deshigini olman. Nima shoqim bo'pti? Kim mehmonlar kelgan? Yuring bilan boramiz. Hozir uyimizga mehmonlar kelgan. Men sizlar bilan tanishtiraman. Bitta ismim chiqqan olmabsizlar-da, market oldimi? Men bicheni qarayli o'rtoqlar, to'xtanon to'n ko'tarib qo'ydim. Boshdan olamiz. Men bicheni qarayli o'rtoqlar, irib sasib yotibdi. Ichagimni tinch qo'ying. Ichib turing, mobilograf bilan videomiz. Rekka chiqargan cherka o'zi ham qaraysiz buni. Qarang. Muammolar bo'lib, ichi sal dardga to'ldi-da, o'rtoq. O'tirasizgina gaplashaylik. Yur. Keyin qaziga kirib ketdim, o'rtoq. Men bu videoga olish shartmi hozir? Endi ishimga kerak edi, o'rtoq. Sen vobshe taksistsan, u qanaqa ish? Hammada mobilograf, hammada esimimchiki nima bo'pti odam? Mana hozir 3-mijozimizni ham joyiga jo'natdik. Like bosing, komment yozing, sizlar bilan Shodi Go'rkov bo'ldi. Tomiz ketganmi sizga mobilograf, Instagram nimaga kerak? Yesi, anu bloger eding-a? Ha. Anu barter qilib ber, barter. Tasholi. Erta zo'r joylardan qilib ber, hammaylar. Like bosing, komment yozing, Shodi Go'rkov. Pastki chiziqchasi ham bor. Uydagilarim sizlarga berishga rozi, faqat o'zim ikkilanib turibman-de. Voy, umuman qo'rqmang, men yomon qaynonalardan emasman. Sizga vobshim qattiq gapirmayman. Aynan ketay. Ya odam qadammas ekansiz. Bu miyada yebishdan boshqa narsa ham barmi? Parasatni ham musulga tashlab yuborgan ekansiz-a? Voy, rahmat. Uyimizda ish ham kam qoqindi-g'oy. Kelin, mana bir toqara kirib qo'lingizda yuving. Abetga besh qosqon mant qilib qo'ying, keyin ana o'zini qochib ketdi, bolasini ham emizib qo'yishingiz kerak. Ha, bo'ladi. O'zim qilasiz? Oynar to'tidim. Ha, mana supurgini hamchi. Supurib, uni o'qisangiz, birato'la supurib ketasiz, xo'pmi? Esini chiqarsin. Qancha zo'rsizlar. Aytgancha oyijon keliningiz o'qigan. Aylanib ketay. Unda ishlashingizga ham ruxsat beraman. Oyjon, to'ydan keyin ishlashga ruxsat beraman dedingiz. Ruxsat? Uyda shuncha ish bor, qaysi birini qilasiz? Hojatxona tozalaysizmi? Vannani tozalaysizmi? Xorijdan oshxonani tozalab tashlang. Ja bo'lmasa mana uy tomni ochib yopib. Keyin ko'p qizlar ovsinidan qo'rqadi-yu. Bizani ro'zg'or o'zi kichkina, to'g'rimi oyijon? Ha. Aka, yaxshimisiz? Gaplashamiz qolgan. Qalaysan? Ro'zg'orimiz kichkina deganingiz-ku? Ha, kichkina-ku mana. Nima kichkina ketsin hammasi? Qayerga ketadi? Skandar Buildings mezbon loyihasidan xonadon olsin, boshlang'ich 82 million so'm to'lasa, qolganini 36 oyga bo'lib to'laveradi. Hamma sharoiti bor, Yunusobodda joylashgan. Zo'r narsa ekan-a? Unda men akamga aytaman, ketadi, keyin 5 ta ro'zg'or qolib, mazza qilib yashaveramiz-a? Katta o'sim bo'lsang nimalar bo'ladi? Endi sen oyijoningni o'ng qulog'isan. Qaysi bir aybish qilsa, menga ayting. Shuncha yillik dushman bilan endi do'st bo'lasizlar. Oyijon kichkina kelin turmadi. Hozir uyg'otaman-da. Sitor voice bilan 35 minut gaplashdim. Balki yomonlagandir. Rostdan. O'zing
baloni ham bilmasang ham, lekin hamma narsani aqlli qilib o'rgataverasan. Nima ovqat qilamiz o'zi? Chukkala bunka degan Afrika milliy taomi. Zo'r chiqadi, xo'ringlar. Xullas, sotdini rolida-sanda. Yomon tomoni, usullaring seni chiqishtirishmaydi. Nima haqida gaplashyapsizlar o'sinjonlar? Quloqlar haqida. Eng qizig'i qo'ling shirin bo'lgani uchun shuncha kelin kelsa ham ovqatni baribir senga qildirishadi. Kichkina o'siningga hamma narsani o'rgatib, endi ish qildiraman deganingda ikki qat bo'ladi-yu. Kichkisi-yu, ikkinchisi bor-ku, bunga nima ish qildirsam ekan deb o'ylab o'tirsam. Iskandar Buildings mezbon loyihasidan uy oldik. Yunusobod 19-kvartali ro'parasida joylashgan. Hamma sharoitlar bor, mazza qilib yashaymiz. Siz bo'lsa ham quturgan qaynona bilan yashavering. Shuncha payt qaynonangni kalishiga patay bo'lgan bo'lsang ham, har doim mehmonga kichkina keliningni olib ketadi. Mayli, sabr. Alohida chiqib ketadigan vaqtlarimiz ham kelib qoldi-yu deganingda. Kelin, shu desangiz sizni yaxshi ko'rib qoldim. Hamma kelinlarni chiqarib, sizni olib qolaman. Ebe, bugun cho'g'i kam bo'ldi-da. Nima qilsam bo'larkan, Qochtiring. Ebe, qoshtiraman hozir sani. Ebe, o'poqcha. Shuni shilaman. Yo'qda, sani yo'lingni berkitib, o'qitib tashlashgan qora ranglaring oppoq. Birinchi keyin sportejing bor, to'g'rimi? Ha? Undan keyin mersoling, keyin san yetib oling. Menga yetib olishdi. Nima farqi bor? Laskalon. Sani o'qitib tashlashgan. Agar qaytarma qilmasak, mashinang yiq olib ketadi. Keyin sendan itam reklama olmaydi. Qaytarma qilib bering. Hozir. Chiroyligini bunaqa merchaga o'tirgan birinchi lo'li bo'ldi. Qaytarma qiling. Qilolman, men odamlarim chaqiryapman, ebe. Qani qilingni och. Mana shu merchaga ko'zingni umuman poylama. Agar poylasang, umuman poylama. Poylasang umuman etmaydi duo. Ana belopti. Jnayzur belopti. Ebe. Belli ana böyle ket ana. Küf suf ana bittada yiqildim. Ko'ryapsanmi? Rahmat kattakon. Endi xizmat haqqim. Mana sizga qo'l haqqingiz, rahmat. Ebe 2000 mi? Ha? Sanga savol, 2000 ga bumaga beradimi? Yo'q, lekin. Nimaga bo'lmasa menga beryapsan 2000 ga? Bilasanmi men qanday bir lo'liman? Shalo, ofishil lo'liman. Kimlar menda baxtini o'chirmaydi? Feyz Normatov erga topdi. Baxtini ochganim uchun. Shahralijonova degan bloger eshitganmisan? Yo'q, tanimas ekanman. O'zi unaqa taniqli qiz bas. Qarachadan kelgan bir menga o'xshagan bir qiz. Uni ham baxtini ma'oshdan erga ketdi. Voy, men ham baxtimni ochib bering. Beli tamom, saqqosini to'laysan. Qachon keladi shahzodam? Shoshilma, shoshilgan qiz erga yo'chma. Hozir seni chaqiradi. Zebo, ketdimi? Voy, umidga kelgan shahzodam. Nima? Meni baxtim ochib ketdi, uni. Qo'ldagi pulni sen berding. U mashinani mendan ham pul olgan. Bor pulini ol. Tövbe. Umrimda bunday lift ko'rmaganman. Bir haftaga birgacha kelmasligim kerak. Kamina shalodan ehtiyot beringlar. Qatdan topaman men hozir. Tinchlikmi adasi? Shogird kelmaydigan bo'lib qoldi. Bitta o'zim eplay olmayman. Bitta odamni qatdan topaman? Voy. Ha, tinchlik, mehr ko'zlar bilan qarab. Malades, endi rastvorda ham qor. Mana rastvor. Bor, yana tayyorla. Siz shogird ishlatarmidingiz, qul ishlatarmidingiz? Zebo, qo'y buni, charchading-a. Bor, 13-etajdan teshani olib kel. Bo'ldi, hozir. Bu birinchi etaj, ha? Teshani olib keldim. Voy, endi bor ammirni olib kelchi. Bo'ldi, yo'lda ko'raman o'zi. Mana ammir. Amir olib keldingmi? Tak, menga arra kerak. Atverka olib kelchi. Mana atverka. Endi bor rastvorni qora. Umidga qo'nim ochib ketdi, nimadir yiling. Lapsha yeymiz. Men butun umr orzu qilgan edim lapsha yeyishni. Shu lapshami? Men buni roltin deb o'ylardim. Bugun xotinim ovqat qilmadi, yesh hozir. Ol. Umid aka, nima 10 kundan bir telefon ishlatmayapsiz? Bilasan-ku, bizani ish og'ir, qo'ldan tushib sinib ketadi, o'shanga ishlatmayapman. O'shaning uchun ham siz Honor X7 D ishlatishingiz kerak. Suvga chidamli siz ishingizga to'g'ri keladi. Tashavorsangiz simit tepadan qarang. Ishlayapti. Suvda ham, suvda ham bemalol ishlayveradi. Men o'zimga mosini topdim. Bor rastvorni qor.
charchading ya onasi. Sen damingni olib tur, ozgina ishla, keyin ketamiz. Men rastorga oyog'imni tiqiymizdekkin ekanman. Zebo tur ketdi. Ketdik. Ha? Voy. Qotib qolman. Chiqsi yo'q, men borman u. Ertaga kelaman. Umid aka. Xorazmdan Qashqadaryoga kelin bo'lsang. Assalomu alaykum, chaqqonmisiz? Ya ular sizga man chakmayman dadangiz chakarlar. Yo, chaqqonmisiz, salomatmisiz degani. Sal qo'lli, sirim ochilishi. Hamsayalar chiqib qolsa kelin salom qil. Hamsaye novi. Hamsa endi qo'shnida. Ko'ngilchi desangiz-a? Nima deyapsan? Bala umuman tushunma gapingga. Shu giddi kuyganni aytsang, ertalabdan turay ichidim, sallarni oldinga boray ichidim, u bu joyga o'tiray ichidik. Shunda hamma gap ichidim qo'shsa Qashqadaryocha bo'ladi ekan. Kelin, o'g'limga bir kadi tayyorlaylik. Juda yaxshi ko'radi-da. Kadi? Menga ko'rsataman Azamat kadini. Balaysizmi Azamat sansiraysiz? Aytgancha nima dadingiz gapirmayapsiz? Bizda 2 yilcha atama gaplash mumkin emas. Tushunmadim baribir. O'g'lim kelsa tarjima qilib berar. Azamat og'a, apreldan savdo bor, shundan aytkeling. Balam, apreligan parashok zo'r ekan. O'shani olibki. Bir-biringlar tushunmayapsizlar, lekin bir xil gap gapiryapsizlar-da. Yigit kelyapti-ku, parashokni xotiniga beryapti-ku. Kirlar yuvyapti-ku, toza bo'lyapti-ku. Bu nima endi Azamat? Kelin, qachon yana tuxum barak yeymiz? Yumurta barak pishirib bersam bo'ladimi? Xorazmdan kelol zo'r ekanda. Tilishidan o'tgan kun tez gapirsa, qo'shiq aytibdi deb o'ylab ketdim. Uyi uzoqligi unasiniki ham ketib qolmaykan. Lekin bitta menusi bor ekanda. Qandoqqa minusda-da? O qalin puliga bitta pochkam sotuvdik-ku, o'sha og'riyapti-da.